Bugun O'zbekiston terma jamoasi Estadio Torreon stadioni atrofidagi mashg'ulotlar maydonchasida AQShga qarshi o'yindan so'nggi qayta tiklanish mashg'ulotlarini olib borishyapti. Ushbu futbolchilar hozir maydonda butsisiz yalang oyoq yurgan holda tiklanish mashqlarini bajarishyapti. Bosh murabbiy Aleksey Yestafiyevga ko'ra, aynan shu tarzda yugurish futbolchilarning qayta tiklanishiga, ya'ni Chexiyaga qarshi o'yinga qayta tayyorlanishga ko'proq yordam beradi. Bugungi mashg'ulotlar 20 ta futbolchi ishtirokida o'tayapti. Afsuski, ular orasida kechagi uchrashuvda jarohat olgan Ravshanjon Haydarov yo'q. Ravshanjon Haydarov AQShga qarshi uchrashuvda shifokorlar yordamida maydonni tark etdi va jarohat oldi. Ravshanjon, jarohatingiz haqida nima deya olasiz? Og'rimayaptimi yo bitib ketdimi, og'riqni sezmayapsizmi? Og'riq hozir yo'q. Kechasi o'yin hozir. Menga bor gipslarga keldim, yaxshi hozir. Hozir yaxshi ketadi. Chexiyaga qarshi o'yinni umuman turnir davomida ishtirok eta olmaysiz. Shu sababli sizni o'rningizda kim o'ynashi mumkin? O'rningizda kimni ko'rgan bo'lardingiz? Trennerlarimiz hal qiladi. Bolalar menimcha hammasi tayyor. Qaysi birini qo'ysa ham yaxshi o'yin ko'rsatib, o'zimizni bilintirmaydi. Chexiyaga o'yinga qarshi o'tamiz. Endi kamida 2 oy davomida maydonga qayta olmaysiz. Maydondan tashqarida futbolchi albatta maydondan tashqarida jarohat olib o'yinni kuzatish juda og'ir, ammo shunday bo'lsa-da jarohat olgan futbolchi jamoadoshlariga qanday yordam berishi mumkin? Maydon tashqarisida bolalarga qo'llab-quvvatlab, iloji bor yordam berishga harakat qilamiz. Qo'limdan kelgancha. Muhimi g'alaba qozonsak bo'ldi. Davomimiz. Chexiyani nimani hisobiga yutish mumkin? Chexiyani o'sha AQSh bilan bo'lib o'tgan o'yindagi o'yin qilsak, xudo xolasa yutamiz deb o'ylayman. Ravshanjon Haydarov bugun Torreondagi Hospital Angeles shifoxonasida muolaja kurslarini oldi va shifokorlarning fikriga ko'ra 8 haftadan 12 haftagacha davolanishga majbur bo'ladi va biz umid qilamizki, biz Ravshanjon Haydarov maydonga bundan ham tezroq qaytadi, chunki shifokorlar ushbu tiklanish davri, tuzalish va davri 6 yoki 4 haftagacha yaqinlashishi mumkin degan taxminni ham ilgari surishdi. Kecha maydonga tushgan futbolchilar, ular afsuski 10 nafar, ya'ni 11-futbolchi Ravshanjon Haydarov jarohat olganligi bois ishtirok eta olmayapti mashg'ulotlarda. Javlon.
Jasur, не надо подправлять. Любой пас с одного касания бьем. У вас два решения, чтобы не было никакого. O'zbekiston terma jamoasi bir tepar usulda darvozaga to'p kiritish mashqlarini bajarishyapti. Bunda terma jamoa bosh murabbiyi Ahmadjon Musayev ham ishtirok etyapti va ko'rib turganingizdek G'anisher G'olmurodov darvozasiga to'p kiritdi. Bu esa Mirzamurod Jo'raboyev, Diyor Usmonxo'jayev hozir ajoyib golni kiritdi. Endi esa jamoa hujumchilaridan biri Muhsin to'p kiritdi. Va Davlatbek Yorbekov hozir ajoyib kombinatsiyani amalga oshirdi. Jasur Hakimov to'p kiritdi. Va mashg'ulotlar Chexiyaga qarshi o'yinda ana shunday davom etmoqda. Kechagi uchrashuvda ishtirok etgan futbolchilar bosh murabbiy ishtirokida ana shunday yengil mashqlarni bajarishyapti. Chunki ular Chexiya bilan AQShga qarshi uchrashuvdagi charchoqdan chiqishi va Chexiya bilan qarshi o'yinga o'zlarining jismoniy tayyorgarliklarini tiklab olishlari kerak. Danke, Steiz. Вот теперь пошире можно, да. Два касания не надо играть? Futbolchilar Chexiya terma jamoasiga qarshi o'yinda tezkor futbol namoyish etish uchun ana shunday o'ziga xos doira ichida bir tepar usuldagi mashqlarni bajargan holda tezkor futbolni rivojlantiradigan hujumni tashkil etish mashqlarini bajarishyapti. Albatta bu borada Murodbek Ismoilov futbolchilarga o'ziga xos ko'rsatma beryapti. Mana hozirgi vaqtda hujum tashkil etildi. Uni gol bilan yakunlash kerak va gol bo'lgani yo'q va futbolchilar tezlik bilan ortga qaytish kerak. Chunki Chexiya terma jamoasi baland bo'yli himoyachilardan iborat va hujumchilari ham gabaritli. Shu sababli ham hujumdan himoyaga juda tezlik bilan qaytib darvozani qo'riqlash kerak. Aynan shu haqida hozir Murodbek Ismoilov futbolchilarga ko'rsatma beryapti. Himoyachi po'zashni qanchalik orqaga qaytish qiyinligini zabit, ha? O'shaning uchun sizlarga moment bo'lganda bolalar urishlaring kerak. Shunday urish kerakki, shu po'zashni, zashtilar orqaga unchalik nima qilmasin. Tushunarlimi? Dam olsin, qarsa aytsin, naborot san olding yugursin, tabriklayman. Alida qiladigan urmasalaring sizlar qolasizlar. Orqaga mana ular 8 tasi qaytish kerak. Ha, darhaqiqat hujumdan himoyaga tezkorlik bilan qaytish kerak. Buni alohida futbolchilarga murabbiy Murodbek Ismoilov tushuntirdi.
hozir yana bir marta ko'rishingiz mumkin. Aynan shu kombinatsiyalardan so'ng yangi hujum uyushtiriladi. Eslatib o'tishim kerak, bu futbolchilar AQShga qarshi o'yinning zaxira o'rindig'ida o'tirdi va hujum hozir tashkil etildi. Va darvozabon o'z o'rnida. Futbolchilar tez qaytish kerak. Darvozabonlarga esa standart vaziyatlarda qanday o'ynash kerakligi haqida ko'rsatma berilyapti va ularga standart vaziyatlardan zarba berilmoqda. Mana hozirgi zarbalardan birini terma jamoa katta murabbiyi, tajribali mutaxassis Ahmadjon Musoyev zarbani amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Zarba amalga oshirildi va darvozabon xatolikka yo'l qo'ydi. Standart vaziyatlardan unumli foydalanish bo'yicha paslarni katta murabbiy Ahmadjon Musayev yetkazib beradi va jarima maydonchasidagi futbolchilar uni darvozaga yo'llashlari kerak. Demak, zarba berildi. Noaniq.